Xafamisiz oyisidan? Yo'q. Nega? Xafa emasmisiz oyisidan? Yo'q. Oyi sizni uradimi? Jazolaganmi oyi sizni birorta ayb ish qilib qo'ysangiz? Kaltaklaganmisiz? Ha. Oyis asosan nimaga sizni uradi, jazolaydi? Tut. Baba inga. Ega. Tut. Biror bir yomon ish qilib qo'ysangizmi? Ha. Nega? Urish mumkinmi sizda? Siz qulmisiz? Yo'q. Yo, siz cho'rtmisiz? Sizni urish mumkin, jazolash mumkin. Siz nechaga kirdingiz? O'nga. Siz 10ga kirgan bo'lsangiz, ovozingizni qattiqroq, dadilroq qilsangiz, hech kim sizga qo'l ko'tarishga haqqi sig'maydi. Mas'uliyatni yoqing, hech kim sizni so'kishda boshlamaydi. O'zingizga ishonchni oshiring, hech kim sizga qo'l ko'tarib, haqoratlab, jazolashdan to'xtaydi. Siz chizgan rasmga e'tibor bering. Na derazasi bor, na eshigi bor, na buluti bor, na quyoshi bor. Bu quruq devorlar. Siz uy chizmadingiz, siz ichingizni chizdingiz. Quruq, faqat devorlar bor. Skelet bu, skelet. Odamning skeleti bo'ladi-ku, na go'shi bor, na yuragi bor, na ichaklari bor, na terisi bor mana. Qayer buni eshik, qayer bu teshik, qayer bu fortichkasi, hech narsa bilmaydi. Farzandingizga bu oddiy uy-ku, hech qanday eshigi yo'q, darvozasi yo'q, hech qanday oynasi yo'q. Ha, bunga bir quyoshmi, bulutmi, derazami chiz desam, faqat men aytganni chizdi. O'zidan qo'shib hech bo'lmasa mana bitta kichkinagina gulmi, kichkinagina qushmi chizishga haddi sig'madi. U aytilgan ishni faqat qilyapti. Uring farzandingizni, jazolang, qamang, oyoq osti qiling, so'king, kamsiting. Farzandingiz bora-bora ishchi bo'ladi, tamom. U faqat aytilgan, buyurilgan ishlarni qiladi. O'zidan bilib hech bo'lmaganda risk qilib nimadir qila olmaydi, chunki u jazolangan. U biladi, hozir men mana bu yerda gul yoki qush chizsam kimdir meni kalamdan bitta uradi deb o'ylaydi yoki so'kish eshitaman deb o'ylaydi. Uring, so'king, yana qiling. Siz ishchi kuchini va ishchi safini kengaytiruvchilardan bo'lasiz. Agar farzandingiz ertaga faqat baholarda zo'r emas, onasi nimsin bolangiz 2 olsin, 3 olsin lutchi, zato duhi kuchli, o'ziga ishonchi baland, risk qilishdan qo'rqmaydigan shaxs bo'lsin. U 2si ham, 3i ham, 4i ham, 5i ham xuddi sandiqqa solingan sarpaga o'xshab yotadi chang bosib. Nimani odam hayotida qo'lla oladi, nimani odam qurol qila oladi hayotida? Risk qilishga bo'lgan ishonchini, duhini va yana bitta narsasini. Ovoz unga qurol bo'ladi. Senda ovoz qurol bo'lishi kerak. Oyingdan xafamisan? Yo'q. Yo'q. Hammasi kichkina, ovozing ham kichkina, yelkalaring ham kichkina, qo'llaring ham kichkina. Kichkina odamdan hech qachon katta ishlar chiqolmaydi. Katta ishlarni bajarish uchun mana shunday xuddiki mana yelkalaringni qanotga aylantirib, o'tirishingga mana shunday bo'lib, qarashlaring bunday emas, kissaygan emas, mana shunday bo'lib. Mana shu senga signal. Ey, menga beraver katta narsalarni. Men uni yorib tashlay olaman, chunki men kattaman, mening duxim bor. Tushunarlimi?